Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun mana yonboshimda turgan ikkita gigant traktorlarni batafsil obzorini qilamiz. Sababi juda ko'pchilik akalarimiz so'radi. Budjetliroq, bundan tashqari sifatliroq, ot kuch jihatdan ham katta ot kuchi, 5 korpusli pluglar, 5 metrlik lazerli planirovщикlarni bemalol torta oladigan traktorlar haqida ma'lumot kerak ekan. Biz albatta Traktor Boruz jamoasi shu videoni chiqarishga qaror qildik. Albatta mehnatimiz yoqqan bo'lsa, laykchani bosib, yurakchani qizartirib, bundan tashqari do'stlaringizga ulashib, obunani yoqib qo'yib, bizga obuna bo'lishni ham unutmang. Bundan tashqari do'stlaringizga ulashib qo'ying. Bu videoni boshqa ko'rmasligingiz mumkin. Hozir bu traktorlarimiz haqida batafsil obzorni berib o'tamiz. Qanaqangi, necha ot kuchli traktorlar haqida. Belarus hamda o'sha Belarusga konkurent bo'lgan doimiy traktorlarimizdan biri Yutoni 2404 hamda Belarusda 2022.3 modelini bir obzorni qilamiz. Ko'rishingiz mumkin bu gigant traktorlar. Birinchi Belarusdan boshlaylik. Sababi bu Belarusda hamma traktorchilarimiz, akalarimiz, fermerlarimiz o'zi bilib qon-qoniga sinib ketdi deydi. O'shanaqangi jarayonda bu Belarusimiz mana xarakteristikasi ham bor. Bundan tashqari bitta tanishtirib o'tamiz. Kapot tagida naqd 212 ta ot kuchi bu traktorimizda. 212 ot kuchli traktorimiz turbo kompressor intercooler bilan zamonaviy talablarga, Yevro standartlarga javob beradigan uskunalar bilan jihozlangan bu 6 portion. Apparat qismi ham keladigan bo'lsak, oddiy apparat, farsunka, injektor motorli emas. Ko'p akalarimizga bu qulay, sababi O'zbekiston sharoitida salarkalarimiz standartlarga javob bermay qo'yadi. O'sha sababdan apparatlarni buzib qo'yishi mumkin. Oldida toshlarni ko'rishingiz mumkin. Akkumulyator ham oldiga chiqqan, filtrlari, radiator qismlari, mana oddiy apparat, konditsioner, turbo kompressor, intercooler hamma narsasi bor bu gigant traktorimizda. Bu traktorimizni afzalliklaridan biri pol avtomat hisoblanadi. Bemalol muftani, ya'ni birinchi skorga solganda o'sha qismi, mufta qismi bosiladi. Qolgan joyiga o'zi skorni o'zida almashtirib ketaverasizlar. 212 ta turbo kompressor intercooler hisobiga. Bu intercoolerni ko'p akalarimiz tushunishadi, bilishadi. Motorga, turbo kompressorga sovuq havo haydab turadi. O'shaning uchun yoqilg'ini rasxodga ketish jarayonini kamaytiradi va 10 litr solarkada misol uchun 10 litr yoqilg'iga ishlatiladi. O'shaning hisobiga ot kuchini yana ko'tarib beradi. 220 ta ot kuchi desangiz ham bemalol bo'laveradi. Qo'sh balon hisoblanadi. 20-22.3 traktorimiz. Bittalik balon qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Bu balonni olib qo'ysangiz bemalol bir umrga balondan muammo bo'lmaydi. Belshina, Belarusda o'sha belshina balonlari, o'z balonlari ham shiroki bo'lib kelgan. Orqa naviskasiga o'tadigan bo'lsak, orqa naviskani ham ko'rishingiz mumkin. Yevro standartlarga javob beradigan zamonaviy agregatlarga elektrochas, gidravlika qismlari bemalol tushadi. Orqa naviskani ham ko'rishingiz mumkin. Kruchokli bo'lib kelgan. Bu ko'plab fermer akalarimizga qulay bo'lganligi uchun xuddi shunaqangi olib keltirganmiz. Traktorimiz Belarus davlatida ishlab chiqarilgan. Hozir bir salon qismini ham ko'rib o'tamiz. Buni ko'p akalarimiz biladi. Yurg'izishga hozircha endi salonimiz oldiga olib chiqamiz va buni ham test-drive ko'ramiz albatta. Faqat keyingi videolarda bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Like bosib qo'ying. Hozir salon qismini ham bitta ko'rsatamiz. Ulug'bek, bu traktorimiz. Bu traktorlar oldida o'zingizni katta qilib ketasizlar. Gigant traktorlarimiz. Deyarli hamma sharoitlari bor. Mana pol avtomat deganimiz mana bu rechakda bo'ladi. Gidravlika elektrochas, orqaga naviskalarimiz 3 xil rejimda, zadniga mana hamma sharoitlar bor. Albatta bu traktorda kelib Traktor Boruzdan xarid qilish kerak va olish kerak. Xuddi shunaqangi gigant traktorlardan yana bittasi bu Yutoni 2404 modeli 240 ot kuchli traktorimiz. Hozir buni bir obzorini qilamiz. Ko'rishingiz mumkin, Yutoni Xitoyning Yuto zavodida ishlab chiqarilgan, Yevro standartlarga bemalol javob beradigan bu traktorimiz. Oldida gruz toshlari bilan kelgan, ko'rishingiz mumkin. Gruz toshlarimiz, balonlari o'tgan safargi 2404imizdan ancha o'zgarishlar bor. Orqa naviska qismida, bundan tashqari balonlardan ham o'zi ko'rishingiz mumkin. Haydov uchun o'ta qulay bo'lgan traktorimiz hozirgi kunda Traktor Boruzda mavjud. Filtrlari ham maslinli filtr qo'yilgan bo'ladi, anchagina. Motor haqida bir ozroq gaplashib o'tamiz. 6 porsionli bu dvigatelimiz, turbo kompressor intercoolerlari bor. Hamma kerak bo'ladigan qo'shimcha uskunalar bilan hammasi bilan jihozlangan. Sababi bu 250 ta ot kuchi deyarli
240 ta turbo kompressor intercooler hisobiga yana bir 250 ta ot kuchi desa ham bemalol bo'ladi. Xuddi shunaqangi bu salon qismlari baklarini ko'rishingiz mumkin. Anchagina bak sig'imi ham balonda. Bunda Yutoda bilasizlar, gruz balansirovka toshlari hammasiga qo'yilib ketadi, hattoki mini traktorlariga ham. Ko'rishingiz mumkin, orqalari ham, orqa naviskamiz zamonaviy agregatlarga bemalol tushadi. Gidravlika, elektrochas qismlari bemalol tushadi. Orqa naviskasi ham ko'rishingiz mumkin. Ulug'bek yaqinroq olib keling. Ko'pchilik xuddi shunaqangi orqa naviskada mana bu asosiy qismlaridan ko'taradigan bu ko'p joyda ulama bo'ladi-da, qo'shilgan bo'ladi. Og'ir yuklarda ko'targanda, puluklarda yoki lazerda ancha qiynalib qoladi. Sababi pulukda lazer bilan tekislanmagan bo'ladi-da. Bizda manaki zavodskoy o'zi Yutoni zavodida ishlab chiqarilgan. O'sha joylariga ham ahamiyat berishlaringizni hurmatli kuzatuvchilarimizdan so'rab qolamiz. Endi bu joylarni akalarimizga, bizni kuzatib yurgan akalarga aytishni keragi yo'q. Sababi ular qanaqangi traktor olishni, sifatni qadrlaydigan akalar, qanaqa joydan olishni biladi. Traktorimizni salon qismini ham bitta ko'rsatib o'tamiz, Ulug'bek. Bu traktorimiz passajirning yana qo'shimcha silinlari bor. Konditsioner, magnitofon, zadniy kameralarigacha bor. 3 ta rejimda ishlaydi. Bu yerda yana zadniga ham bemalol ursangiz bo'ladi. Skoruslari sinxronli bo'ladi. Buni motorida aytib o'tishimiz kerakki, 2404 traktorimiz apparat hisoblanadi. Ya'ni salarkan tanlamaydi. Forsunka apparat. Traktorimizda deyarli hamma narsa bor. Kelib traktorni oladigan joyi, albatta eng qiziq joyiga keldik. Bu narxi. Ko'rib turgan gigant traktorlaringiz 220 talik hamda 250 talik traktorlarimiz. Bu Yuto traktorimizning narxi 1 milliard 200 million so'm. Bundan tashqari Belarus 2022.3 traktorimizning narxi 1 milliard 100 million so'm. Albatta traktor boruzga tashrif buyurib, xuddi o'sha ko'rib turgan traktorlaringizni boshlang'ich atigi 25% bilan 1 yildan 5 yilgacha bo'lgan muddatda ham to'lov grafikingizni 6 oyga bir, ya'ni 1 yilda 2 marta to'laydigan qilib chiqarib beramiz. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Videomiz ko'rib turgan gigant traktorlarimiz haqida bo'ldi. Bundan keyingi videolarimiz oldida turgan mana 1954, 1754, xuddi 2404 traktorimizning ukalari bo'ladi. O'sha traktorlar haqida bo'ladi. Bu traktorimizni bundan ham batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, ko'proq albatta quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing yoki kommentariyaga Belarus yoki Yuto so'zini yozib qoldirsangiz, biz albatta siz bilan bog'lanamiz. Traktor Boruzga tashrif buyuring. Traktor Boruz sifatni qadrlovchilar tanlovi. Aytib o'tganimizdek, sifat Traktor Boruzda.